Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Darslarimizni demak davom ettiramiz. O'tgan safargi darsimizda biza jadvallardan ma'lumotlarni ko'rishni, ularni demak limit yordamida faqat ma'lum boshlang'ich qatorlarni yoki offset yordamida boshidagi qanchadir qatorlarni o'tkazib olib turib chiqarib olishni ko'rgandik. Bugungi darsimiz bo'lsa, demak jadvallardagi ma'lumotlarni filtrlash bo'ladi. Demak, word clause, demak, word buyrug'i jadvaldagi ma'lumotlarni bizga filtrlashda yordam beradi. Esingizda bo'lsa, birinchi darsimizda o'zimiz jadval yaratgandik, xodimlar degan jadval yaratgandik. Hozir o'sha jadvallar misolida ko'rsatib beraman. Aytaylik, kompaniyani direktori aytdiki, menga IT bo'limida ishlaydigan xodimlarni ro'yxatini qilib bergan desa, demak biza Excelda yoki Google Sheetda ma'lumotlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularni filtrlash bo'limi orqali filtrlashimiz mumkin bemalol. Demak, faqat IT bo'limida ishlaydigan xodimlar bizani demak direktoriga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, demak bizda hozir mana IT bo'limida ikkita ishchimiz bor. Jahongir va Laziz degan ishchimiz bor. Yoki filtrlashga yana bir misol sifatida demak oylik maoshlari misolida filtrlashimiz mumkin. Oylik maoshlari aytaylik bo'lsin 2500 dan katta, 2500 dan katta oylik oladigan ishchilar ro'yxati kerak bo'ladigan bo'lsa bizga, demak mana ishchilar ro'yxati chiqdi. 2500 dan ortiq oladigan ishchilar ro'yxati yoki shunaqangi topshiriq berildiki, aytishim mumkin, ishchilarning oyligi bo'lsin 2500 dan, misol uchun 1800 dan 3000 gacha bo'lgan oylik oladigan ishchilarning ro'yxatini menga bergin desa, berishimiz mumkin. Mana 1800 dan 3000 gacha oladigan ishchilarning ro'yxatini chiqazib beradi. Yoki yana boshqa bir misolni keltiradigan bo'lsak, ustamasi mavjud bo'lmagan ishchilarning ro'yxatini bergin desa, aytaylik, bu yerda hozir tablitsamiz kichkina bo'lgani uchun hammada ustama bor. Misol tariqasida mana olishimiz mumkin. Bu odamdan, bu odamdan, bu odamdan, bundan ustamalarni olib tashlasak, demak 5 ta odamda hozir ustama olib tashladik va filtr beradigan bo'lsak, is empty. Demak, ustama qismi, demak bo'sh bo'lgan joylarni qaytargin desa, demak mana 5 ta insonda demak ustamasi mavjud emas yoki ustamalari bor bo'lgan insonlarni qaytargin desa, bizada is not empty deb, demak ustamasi mavjud bo'lgan ishchilarni, xodimlarni ro'yxatini biza so'rovga qarab berishimiz mumkin ekan. Yoki bir qancha demak filtrlarni birdaniga qo'llashimiz mumkin. Ustamasi demak bor, lekin oyligi aytaylik 3000 dan baland bo'lgan ishchilarning ro'yxati bo'ladigan bo'lsa, 3000 va undan baland bo'ladigan ishchilarning ro'yxatini qidirsak, demak mana 4 ta insonni oyligi 3000 dan baland va ularning har birida demak ustama bor ekan. Ikkitasi IT bo'limidan, ikkitasi administratsiya bo'limidan. Tablitsalarimiz katta bo'ladigan bo'lsa, aytishimiz mumkin yana bitta qo'shimcha sifatida faqat IT bo'limida yoki faqat administratsiya yoki o'zimizga demak so'rovga nisbatan filtrlarni qo'yishimiz mumkin ekan. Hozir demak administratsiya bo'limida ishlaydigan 3000 dan oyligi baland ustamasi mavjud bo'lgan demak ishchilarning ro'yxatini bergin desa, yana filtrimiz yana ko'payadi va shunga nisbatan bizada chiqadigan natijalarimiz kamayib boradi. Filtrlarimiz qancha demak kamayadigan bo'lsa, demak bu filtrlarimizda qiymatlar shuncha ko'payib bu jadvalimizda kechirasizlar, qiymatlarimiz shunchalik kattalashib boraveradi. Mana bu misollarni endi hozir biza SQL
yordamida qanaqa qilib bajarishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, SQL muhitimizga qaytadigan bo'lsak, biz o'tgan darsimizda Chinook ma'lumotlar omborini yuklab olgandik. Chinook birinchi komandni terminalga kirib olamiz va 3 eng birinchi o'tgan komandamiz, demak SQLite 3 yordamida Chinook ma'lumotlar omboriga kirib olamiz. Ma'lumotlar omboriga kirib oldik. Biz demak qaytaramiz. Demak, qanaqa tablitsalarimiz bor edi? 11 ta tablitsalarimiz bor edi. Bizga hozir birinchi navbatda demak hop select buyrug'i yordamida from customers jadvalini demak barcha qiymatlarini chiqarib olamiz. Hop 59 ta demak bizada qiymat bor edi bu yerda. Endi bizga filtr beradigan topshiriq tushdiki, xo'jayinimiz tomonidan, misol uchun faqat bizga Amerika Qo'shma Shtatlarida demak ishlaydigan Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan bizani demak mijozlarimizni ro'yxatini bizga bergin desa, xo'p, so'raymiz, qanaqa sizga ustunlar kerak? Demak, ismi kerak bo'lsa, adresi, shahri, misol uchun davlatda bo'ladigan va postal kodi. Demak, pochta, demak kodi kerak bo'ladigan mijozlarimizni ro'yxatini bergin desa, buyrug'imizni yozib chiqamiz. Schema qilib olamiz. Schema customers. Schema customers. Bizga endi rahbariyat tomonidan vazifa tushdiki, biz Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan mijozlarimizni ro'yxatini bergan. Ularni bizga qiziq qismi hamma ustunlari kerak emas. Demak, uni ismi, sharafi, shahri va demak davlatini va postal kod, ya'ni pochta demak indeksini bizga faqat bersang bo'ldi. Telefon nomeri va faks ham bog'lanish uchun ularga. Demak, buyrug'imizni yozishni boshlaymiz. Select bizga kerakli bo'lgan demak first name, demak city, demak country, postal code, phone, from. Bu odatdagi buyruq emas. Buni agar bersak, demak barcha davlatlardan demak mijozlarimizni ro'yxatini chiqarib beradi, lekin bizga topshiriq bo'lgan faqat Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mijozlarimizni ro'yxatini bergin degan. Uning uchun demak where clausedan foydalanamiz. Where demak country davlati teng bo'lsin USA ga deymiz va nuqta virgul qilib statementni tugatamiz. Buyrug'imizni, zaprosimizni tugatamiz va bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan mijozlarimizni ro'yxatini berdi. Xo'p, bu mijozlarimizni demak soni nechta bo'ladi? Buni demak topish uchun bizda oldingi safar o'tganimiz count so'zi yordamida qilsak, demak barcha qatorlari ro'yxatini, barcha qatorlarning sonini beradi. Customer tablitsasidan va ularni demak davlati USA bo'lgan barcha mijozlarimizning soni demak bizda 13 ta ekan. Xo'p. Endi aytaylik, demak bu buyruq bizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan mijozlarimizning ro'yxatini bergan bo'lsa, endi
kompaniyaga, demak, marketing bo'limiga Amerikadan bo'lmagan barcha mijozlarni ro'yxati kerak bo'lib qolsa, xuddi shu buyruqqa qaytaramiz. Faqat davlati Amerikaga teng bo'lmagan degani mana bu undov belgisi va barobar belgisi orqali demak zaprosni, demak so'rovni amalga oshiramiz. Bunda xuddi shu demak ustunlarni qaytargin menga customer tablitsasidan, demak ismi, davlati, pochta, demak indeksi, telefon nomeri, faks va emaillarni qaytargin. Davlatni Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lmagan degan demak buyruq ekan bu. Bizani agar enter bosadigan bo'lsak, bizada mana shu qiymatni berdi. Demak, umumiy bizada jadvalimiz 59 ta mijozdan iborat edi. Demak, 13 tasi Amerikadan bo'ladigan bo'lsa, bizada demak 46 tasi boshqa davlatlardan ekan. Buni topish uchun demak xuddi shunaqa 46 tasi mana Amerikadan bo'lmagan mijozlarimiz soni 46 ta ekan. Demak, Amerikadan bo'lgan mijozlarimiz soni esa 13 ta ekan. Bu birinchi demak filtrlashimizdagi birinchi buyrug'ida teng yoki teng emas degan buyrug'i. Xuddi shunaqa bizada demak katta yoki kichkina degan qiyoslov operatorlarimiz mavjud. Demak, tengni o'tdik, teng emasni o'tdik. Demak, katta yoki kichkina degan operatorlarimiz mavjud. Bu demak, agar sonli qiymatlar bo'ladigan bo'lsa jadvalimizda ma'lum sondagi demak mana bu xodimlar jadvalini oladigan bo'lsak, demak oylik maoshi 3000 dan katta bo'lgan yoki oylik maoshi 1000 dan kichkina bo'lgan xodimlar ro'yxatini bergin deganda bizada foydalanadigan qiyoslov operatorlarimiz katta yoki teng, kichik yoki teng ham xuddi shunaqa. Faqat kattada 1000 dan katta bo'lsa 1000 ichiga kirmaydi, faqat 1001 dan boshlab hisoblanadi. Katta yoki teng 1000 deydigan bo'lsak, demak 1000 ham ichiga kirib ketadi. Kichik va kichik yoki tengda ham xuddi shunaqa shaklda demak ishlaydi. Kichik yoki teng ham. Xo'p. Bizada demak jadvallarimiz soni 11 ta edi. Demak, ba'zi jadvallarimizda demak sonlik qiymatlar ham mavjud. Demak, xo'p, tracks olamiz. Demak, select all from tracks. Desak, 3503 ta demak qiymatida. Hozir limit bilan berishim kerak edi. Demak, limit 10 ta deylik. Va bizada tracklar bizaga aytaylik ismi, album ID'si va milliseconds, bytes, unit prices degan faqat ustunlari xolos kerak xolos. Xo'p. Name, album ID. O'tgan safargi darsimizda ta'kidlab o'tganimdek, demak demak jadvalimizdagi ustunlarni nomini kichkina harfda va buyruqlarni katta harfda demak yozib chiqamiz. Album ID'miz kerak bizga. Demak, millisecondslar kerak. Bytes va unit price'lar kerak bizga. Unit price. Hop. Unit price demak faqat bizga 5 ta ustun hozir oldik va bu yerda demak trackga musiqani demak nomi, u qaysi albomga tegishliligi va uni davomiyligi millisecondsda va uni hajmi va o'sha musiqani demak bizga qo'shiqni narxini bergan ekan. Xo'p,
Bizda qiyoslov operatorlari yordamida hozir aytaylik, bizga aytsinki, demak, millisekundsda demak 3 minutdan demak katta bo'ladigan musiqalar ro'yxatini bizga bergan desa, demak, work clause'ini ishlatamiz. Milliseconds katta, bu yerda milliseconds deb bergan, biza demak uni minutga aylantirib olishimiz kerak. Uning uchun demak 3 minutdan katta degan millisekundda demak bo'lib olamiz. Demak matematik amallarni ham bajarsa bo'ladi. Demak milli degani 1000 barobar va sekundda demak 1 minutga aylantirish uchun 60 kerak va 3 minutdan katta bo'lsin bu. 3 minutdan katta demak musiqalarimiz ro'yxati juda ham ko'p ekan. Shu filtrni endi kichkinalashtiramiz. 5 minutdan katta bo'lgan musiqalar ro'yxati u ham ko'p ekan. E'tibor bersanglar, millisekundlari demak bizada demak 5 minutdan katta bo'lgan barcha musiqalarning ro'yxatini berdi. Xo'p. Matematik amallarni ham demak bajarsa bo'ladi. Hozir bu yerda demak millisekund ustunini biza bo'lib olamiz. Demak millisekundda demak sekundga aylantirib oldim 1000 ga bo'lib va uni demak yana bir 60 ga bo'lsam, demak bu minutga aylanadi va s deb s kalit so'zi bu ustunga nom berish. Biza hozir ustunlarni chiqarib olayotganda ustida arifmetik amal bajarib turib, unga yangicha nom berishimiz mumkin. Demak, minut sifatida ko'rsatiladi va bizada aytaylik, ma'lumotlar ko'p bo'lgani uchun demak limit 5 deb olsak, mana 6 minutli demak musiqa, 8 minutli musiqalarni olib oldi. Xo'p, bizga aytaylik 10 minutdan ko'p musiqalarimiz bormi, yo'qmi? Shuni bilish uchun demak, so'rov bajaradigan bo'lsak, 10 minutdan oshadigan bizani demak musiqalarimiz ham bor ekan. Mana 11 minut, 12 minut, 13 minut. Aytayliklarning sonini aniqlashtirish uchun demak biz hozir limitni o'chirib tashlaymiz va xuddi shunaqa count buyrug'i yordamida demak 10 minutdan oshgan bizada 245 ta musiqa mavjud ekan. Hop. Endi 2 minutdan kam bo'lgan bizada musiqalarimiz bormi yoki yo'qmi? Shuni bilmoqchi bo'lsak, 2 minutdan kam bo'lgan bizning musiqalarimiz mavjud ekan. Ba'zi musiqalarda demak qiymatini 0 deb yozib qo'yibdi. Smoked pork, no sports. Xo'p. Biz aytaylik, mana shu nollarni bilmoqchimiz. Nima bu? Qanaqa musiqalar? Demak, bizada 0 qiymatiga teng. Demak, bu yerda teng operatorini bosamiz va 0 bossak, limit toptashimiz qaysilarda? Demak, bizada 0 qiymatiga minutlarni 0 qilib ko'rsatyapti. Xo'p, uning uchun demak bizga millisekundini ham olaylik. Haqiqatan 0 mi yoki yo'qmi? Milliseconds deb e'tibor bergan bo'lsangiz, milliseconds degan ustunini alohida yana mana minutdan oldin qaytartiryapman. Haqiqatan qancha ekan o'zi millisekundda? Demak, aslida bu 47 sekundli, demak 1000 ga bo'lib oladigan bo'lsak, demak 47 sekundli, demak bizada musiqali ekan. 47, 53 sekund, mana bu yerda 29 sekund, 1 sekundli demak musiqalarimiz bor ekan. Bu bizada demak qiyoslov operatorlari yordamida filtrlashimiz bo'ldi. Xo'p. Qiyoslov operatorlarimizni ko'rib chiqdik. Barobar, teng emas, katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng demak degan qiyoslov operatorlarini ko'rib chiqdik.
Agar bizada shartlarimiz bir emas bir qancha bo'ladigan bo'lsa, ularni birlashtirishimiz kerak. Demak, filtrlash operatorlarimizni hozir demak ishchilar jadvalda ko'rib chiqqanimiz, demak IT bo'limida ishlaydigan, demak oyligi aytaylik 3500 dan katta bo'lgan ishchini, demak qiymatini greater than 3500 dan katta bo'lgan ishchilar ro'yxatini bergan desa, bu yerda bizada hozir ikkita filtr ishtirok etyapti. Shuni qanaqa qilib amalga oshiramiz? Buni amalga oshirish uchun bizga demak boolean operatorlari yordamga keladi. And, or, not degan operatorlar demak yordamga kelar ekan.